Salom aziz kuzatuvchilarim, bugun sizlar bilan juda ham mazali baqlajon salatini tayyorlaymiz. Baqlajonlarimizni shu shaklda chiroyli qilib to'g'rab olamiz. Hozirda juda ham urfga kirgan xurchashli baqlajonni salatining bir turi hisoblanadi bu salat. Juda ham mazali bo'ladi. Hammaga yoqadigan salat hisoblanadi. Shu shaklda to'g'rab chiqamiz baqlajonlarimizni. Va unga ozroq tuz, ta'bga ko'ra va yarim stakanda suv quyamiz va yaxshilab aralashtirib olamiz. Unga yarim tarelkada un qo'shib olamiz va yana aralashtirishda davom ettiramiz. Baqlajonlarim mana pishirib oldim. Va qolgan masalliqlarimizni shunaqa tarzda xuddi baqlajon shaklida to'g'rab chiqamiz. Juda ham mazali bo'ladi bu salat. Bodringlarimizni ham shu shaklda to'g'rab olamiz. Pomidorlarimizni ham chiroyli qilib to'g'rab olamiz. Pomidorni ko'p qo'shgan sababi sochli bo'lishi uchun va chesnok albatta har bir salatga ta'm beruvchi bu chesnok hisoblanadi. Va baqlajonlarimizni solamiz. Ko'katlarimizni solamiz. Ta'bga ko'ra yana tuz qo'shamiz va aroy sousidan qo'shib olamiz. Juda ham mazza ta'm beruvchi aroy sousi. Yaxshilab baqlajon salatimizni aralashtirib olamiz. Vayla, juda ham mazali salatimiz